Qaynonam bilan urushib tanishganimni 4-qismi. Shunaqa profilimda 3ta qismini ham ko'pchilik qiziqib ko'rdi. Oxiri yaxshilik bilan yakun topdi. Bizning to'yimiz 21-sentyabrga belgilandi va to'yimiz juda ham chiroyli tarzda o'tdi. Sizlarga videolardan ham qisqacha qo'yib boraman. Tushunishinglar uchun men Navoiylikman, ya'ni Navoiy shahridanman. Bizda kelinni ko'pincha bir kun oldin olib ketadi. Ya'ni kuyov tomon keladi va bir kun udumli qilinadi va kelin kuyovi uyida uxlaydi. Ya'ni uni yangalari bilan boradi, yangalari bilan uxlaydi. Bizda ham xuddi shunaqa urf-odatlar bo'lgan, chiroyli tarzda o'tgan. To'yimizda ham ishoninglar, hamma kuyov, ya'ni erim hammadan ham xursand bo'lgan. Davrani hech kimga bermagan, tinimsiz davraga chiqib o'ynaganlar. Hammadan xursand erim bo'lgan. Shunaqa qilib to'ydan keyin ham o'sha udumlarni hamma narsani o'tkazganimizdan keyin to'ydan keyingi hayot boshlangan. Ya'ni hamma qiziqqan savol. To'ydan keyin sizni qaynonangiz bilan munosabatingiz qanaqa bo'lgan? Qanaqa, misol uchun shuncha narsadan keyin qanaqa kelishib ketgansizlar, qanaqa yashagansizlar degan savol hammani qiziqtirgan. To'ydan keyin bizani qaynonam sirazi kvartiraga alohida chiqazib yuborganlar. Qaynona qaynotam tushunishinglar uchun hovlida turishadi. Bizani esa sirazi bir kun ham yashatmasdan kvartiraga chiqazib yuborganlar. Sirazi hozir shu gapga ham negativ yozishinglar mumkin. Sizdagi kelinni oldida olib qolgisi kelmagandir deb, yo'q, unaqa emas. Qaynona qaynotam shunchaki uzoqroqda turadi bizdan. Erim ishi esa shaharda bo'lgani uchun ham bu narsaga o'zlari rozi bo'lib, sizlar baxtli bo'lsanglar bo'ldi deb chiqazib yuborganlar. Ya'ni meni qaynona qaynotam o'zini hayoti bilan, shaxsiy hayoti bilan band bo'lgan insonlar. To'ydan keyin qaynonam bilan vashshi zo'r chiqishib ketganmiz, har xil hazillar qilib, kuniga necha martalab gaplashib, nimaga desanglar, meni ham xarakterim dangal bo'lgan, qaynonamning ham xarakteri dangal bo'lgan va men juda ham shu edim. O'sha uchun ikkalamiz zo'r kelishib ketardik. Qaynonam bizanikiga kamdan kam kelardilar, yotib qolishga, lekin kelgan taqdirlarda ham kurslar hamma joylarga borardik, magazinlarga chiqardik, shoppinglarga chiqardik, hamma joylarga aylanardik. Xudoga shukr, qaynonam bilan munosabatimiz to'ydan keyin juda ham zo'r bo'lgan. Va alhamdulillah hozirgacha ham munosabatimiz juda ham yaxshi. Bu bilan nima demoqchiman? Taqdiringizga nima yozilganini siz bilmaysiz. Misol uchun men ham boshida qaynonam bilan urushib tanishib qolganimda va bo'ldi endi kelishib keta olmasam kerak, to'yman bo'lmasa kerak deb o'ylaganman. Lekin mana shu peshonaga yozilgandan qochib qutula olmaysiz. Baribir Alloh aytgani, Alloh yozgan taqdir, baribir siz xohlaysizmi, kattalar xohlaydimi, xohlamaydimi, baribir yozilgani bo'ladi degan gap 1000% haqiqat.